Rumiyani surkamiz. Men rumiyani yo'qligi uchun tenda pushti rangini surkaman. Yaxshilab surkamiz. Endi ikkita yanog'imizni qizartiramiz. Endi highlighter surkashimiz kerak. Endi ana endi bu yana burnimiz uchun yaltiratishimiz kerak, chunki biz kosmosdan ko'ringanda ham yaltirab turishimiz kerak. Ana bir tomonimizga surkamizmi? Bo'laveradi, surkamay. Bo'ladi, yetadi. O'ng tomoni bilan bu tomon. Shu tomon chiroyli ko'rinsa bo'ldi. Endi ko'zimga ten qo'yaman. Mana shu tenim bor, Pro Max. Boy rangiga ish qilib turib ko'zimni ustiga ish qilmayman. Endi bu ko'zim xo'sh, mana Kikodan shu bleskni ishlataman. Shokoladni ta'mi keladi. Yeb qo'ysanglar ham bo'ladi. Qilib, qani ketdik, surkamiz. Tishimga surkam. Boshqatdan qo'yaman yana. Labim tepasi qolib ketdi chunki. Labim tepasi. Og'zimmi? Burnimni tashiga surkasam mana. Mekapim tayyor, qaranglar, baho berishinglar mumkin. Xolos, yana fotosessiya qilib olib, bajarib tiqib turaman. Sizlar yaxshi ko'ring. Mani qadrli bemchiklarim, poka.